Yara chiqqan ancha bo'lgan, u yara chiqqaniga 3 oy bo'ldi. 3 oy. Ko'rsatib beramiz menga. Muqchiydimi? Har xil kishi doim emas. Uyingizda mushuk, kuchuk, qo'y, hayvonlar yo'qmi? Qo'ylar bor. Aptekada berishdi. Tekshirtirmadingiz, hech narsa qilmadingiz, shunday so'rdingiz. Ha, kichkina edi o'ja. Boshqa joylaringizda yo'q, faqatgina shodda o'zida. Bularga ko'proq mikrosporiyaga o'xshaydi, gribokka o'xshaydi. Sizda gistologiya olgandik, bizda kichkinagina kusochik teri kesib olgandik-ku. Ana o'shaningizda sizda atopitskiy dermatit degan tashxis qo'yilyapti. Atopitskiy dermatit bu surunkali takrorlanib turuvchi kasallik, teri kasalligi hisoblanadi. Yaxshi vaqtida lecheniya olmasa, o'zingiz ham sezyapsiz-ku, borgan sari ko'payib ketyapti deyapsiz. Normada bu bakteriya bo'lishi kerak emas, sizda juda ham ko'p miqdorda chiqibdi. Mana shu narsa ham sizda shu kasallikni qo'zg'atishga sabab bo'ladi. Qon tomirlaringizda yallig'lanish, qon tomirlaringizda ozgacha kapillyarlarda o'zgarishlar, kapillyarlaringizdagi o'zgarishlar shu yuzingizda zastoyni qizil toshma chiqishiga sabab bo'ladi. Normada bunaqa rang bo'lishi kerak emas, sizda yog' bezlari funksiyasi balon chiqqan. Yuzingizdan bakteriya chiqibdi. Staphylococcus bakteriya chiqqan. Hozirgi e'tiborda chувствительность ko'ringan. O'shanga qarab men sizga dori yozib beraman. Soch follikulasining tagida yog' to'planib qolishi bo'ladi. Yog' to'planib qolgandan keyin bitta bakteriyalarning ko'payishi tezlashadi. O'shaning hisobiga keyin husnbuzarlar paydo bo'ladi.